Tanishing premium mahsulot Inspector Split Air. Bu hammamizga tanish bo'lgan O'zbekiston bozorida eng ko'p sotilgan radar detektorlardan biri Inspector Star Airning akasi desa ham bo'laveradi. Bu anchagina Inspector Star Airga nisbatan takomillashtirilgan, qo'shimcha funksiyalar qo'shilgan va yana ajoyib dizaynga ega bo'lgan. Demak, biz bir boshdan boshlaydigan bo'lsak, doim aytadigan so'zlarim, ushbu mahsulot Janubiy Koreyada ishlab chiqarilgan. Janubiy Koreya radar detektor ishlab chiqarish bo'yicha eng yetakchi davlatlardan biri hisoblanadi. Uning mahsulotlari doim o'z sifatiga javob bergan va doimo o'zining o'rnini topa olgan mahsulotlardir. Bilamiz, ko'plab radarlar mavjud va ko'plab radar detektorlar ham mavjud. Lekin ushbu radar detektor aynan O'zbekiston bozori uchun ishlab chiqarilgan. Sababi nima bilasizmi? Har bitta davlatning o'ziga xos radarlari mavjud va O'zbekistondagi radarlar ancha signallari juda pastroq va ulardan chiqayotgan signallari uzoq masofaga yetib bormaydi. Shuning uchun ham Koreyadan maxsus injenerlar kelib, O'zbekiston radarlarini, iqlimni ham o'rganib, ushbu mahsulotni ishlab chiqarishgan va ushbu mahsulotni ishlab chiqarayotgan davomida bularga yangidan texnologiyalardan biri LNA modulini o'rnatilgan. Va eng qiziq tomoni o'sha LNA moduldan bir emas, ikkita o'rnatilgan. Hozir endi sizlarga tushuntirib beraman. LNA o'zi nima? LNA bu past to'lqinli radarlar signalini ko'paytirib beruvchi mahsulot hisoblanadi. Va ushbu mahsulotdan ushbu radar detektorga bir emas, ikkita o'rnatilgan. Bu degani O'zbekistondagi radarlarni odatiy tipdagi radar detektorlarga nisbatan 2 barobar ko'p aniqlab beradi degani. Bu shunchaki ajoyib radar detektor. Yana bir qiziq tomonlardan biri ushbu radar detektorga 2.2 dyuymli, rangli, informatsiyaga boy, barcha ma'lumotlarga ega bo'lgan va tushunarli bo'lgan rangli ekran o'rnatilgan. Bu nimalarni anglatib beradi? Buni videoda ham ko'rsatib o'taman. Ya'ni ushbu radar detektorning ekranida siz radargacha bo'lgan masofa, sizning hozirgi tezligingiz, radar nechiga o'rnatilgani, radar nomi va shunga o'xshash qiziqarli barcha ma'lumotlar ekranda mujassam etgan bo'ladi. Bu sizga qulaylik tug'diradi va qo'shimchasiga ushbu mahsulot istasangiz o'zingizga qulay bo'lgan o'zbek tilida yoki rus tiliga o'rnatib yo'lma-yo'l sizning o'zbek tilida ogohlantirib ketish yoki rus tilida ogohlantirib ketishini imkonini yaratadi. Tanlov o'zingizdan. Yana bir ustunlik tomonlaridan biri ushbu mahsulotning yangilanish algoritmida. Ya'ni bilamiz, ko'plab radar detektorlar juda ham qiyin tipda yangilanadi yoki haydovchilar buni qanday yangilanishini bilishmas edi. Ya'ni ustaga borishadi, kompyuter, fleshka xarid qilishadi va hokazo va hokazo. Bunda esa juda ham ajoyib algoritm o'ylab topilgan. Siz ushbu radar detektorni bir emas, ikki emas, 3 xil yo'l orqali yangilashingiz mumkin. Ya'ni bunda boshqa ukalarga nisbatan qo'shimcha bonus qilib hotspot o'rnatilgan. Hotspotga keyinroq to'xtalib o'taman, lekin eng qulaylardan biri bo'lgan ushbu mahsulotni siz Wi-Fi orqali, mobil ilova orqali yangilab olishingiz mumkin. Mashinadan tushmaysiz, arzimagan 2-3 daqiqa ichida shunchaki dastur orqali, ilova orqali bir radar detektor bilan ilovani bir-biriga, telefoningizni bir-biriga ulaysiz va yangilaysiz. Bu juda ham oson va juda ham qulay. Siz o'zingizni qiynab yurmaysiz. Va albatta an'anaviy usul bo'lgan kompyuter orqali, fleshka orqali ham yangilasangiz bo'ladi yoki yana bitta tip bo'lgan hotspot orqali yangilasangiz bo'ladi. Ya'ni siz mobil telefoningizdan ushbu radar detektor uchun Wi-Fi tarqatasiz, Wi-Fi ga ushbu radar detektor avtomatik ulab qo'yasiz va ushbu mahsulot o'zini yangilaydi. Sizdan qilinadigan vazifa shunchaki bir-birini Wi-Fi ga ulab qo'yishingiz kerak. Juda ham qulay, juda ham oson va juda ham siz uchun komfort hisoblanadi. Shaxsan o'zimga juda ham ko'p qo'ng'iroq qilishadi va so'rashadi. Ayrim turdagi radar detektorlar men ishlatib yuribman va menga yengil mashinaga, yuk mashinaga, korzinka eshiklariga yolg'on signallar, ya'ni xalq tilida pomeh ko'p beryapti deyishadi. Va mendan qanaqa radar detektor xarid qilishni so'rashadi. Qarang, Inspector Split Airda bu narsani deyarli yechimi topilgan. Ushbu mahsulotga juda ham kuchli bo'lgan filtratsiya o'rnatilgan. Bu xalqimizda orasida juda ham mashhur bo'lgan mana avtomatik tavmizlanish, adaptiv cruise control, ko'rinmas nuqta nazorati, yo'l bo'lagini ushlash va shunga o'xshash
funksiyalar xuddi radarlarga o'xshab o'zidan nur chiqaradi va buni radar detektorlar radar deb o'ylab yolg'on signal berish ehtimoli katta. Lekin Inspector Split Air'da filtratsiya juda kuchli rivojlangan bo'lib va ushbu radar detektor signaturli radar detektor bo'lgani uchun ham radarlardan chiqayotgan hamma signallar o'rganib chiqilgan va buning shaxsiy kutubxonasiga kiritilgan va radarlarni ko'radigan bo'lsa o'z nomi bilan Lochin Ko'z, Hikvision va boshqa shunga o'xshash radarlar nomi bilan ogohlantiradi va bunda filtratsiya kuchli bo'lgani uchun pamexlar, yolg'on signallar ehtimoli juda past hisoblanadi. Xo'p, aziz do'stlar, hozir biz maqtadik, endi biz uni o'zini qanday ko'rsatishini ko'rishimiz kerak. Demak, hozir biz ushbu radar detektorni qanday ishlashi, o'zini qanday tutishi, barchasini birin-ketin ko'rib chiqamiz. Demak, davom etamiz. Siz esa kanalimizga rivojlanish uchun obuna bo'lishni, like bosishni va izohlarda o'z fikringizni qoldirishni unutmang. Xo'p, aziz do'stlar, ana xavfsizlik kamarini taqib, kamera to'xtash taqiqlangan belgisi nazorati. Shunaqa ogohlantirishni olamiz. Ko'rdingiz-a? Hattoki Inspector Split Air to'xtash taqiqlangan joylarni ham ogohlantiradi. Ya'ni agarda siz biror joyga mehmon bo'lib keladigan bo'lsangiz, aynan o'sha yerda 200 metr radar o'rnatilgan bo'lsa, to'xtab turish taqiqlangan joyga, shunda ogohlantiradi. Misol uchun bu yoqqa yo'l berishimiz kerak ana bratanlarga. Eng yaxshi to'xtash taqiqlangan belgisi nazorati. yo'l eng yaxshi shunaqa yo'l berish Kamera kerak. to'xtash taqiqlangan belgisi nazorati. Agar ko'rdingizda to'xtaydigan bo'lsam ham yana ogohlantiradi meni. Bu yoqda to'xtash mumkin emas deb. Xullas, o'rtoqlar, mana shunaqa yaxshi funksiyalar bor. Hozir yana biz qiziqarli funksiyalarni ko'rgani davom etamiz. Aziz do'stlar, Inspector Split Air'ni piyodalar o'tish joyi nazorati. eshitdingizdan yana bitta fishkalardan biri bu uning to'xtab piyodalar o'tish yo'lagini ham ogohlantirishi. Ya'ni hozirda shunaqa turdagi radarlar soni keskin oshib bormoqda va piyodalarni yo'l bermaydigan bo'lsangiz sizga jarimaga tortishi mumkin. Hozir biz nima signatura bo'yicha anaqaga o'chib qo'ygan ekan. Ham hozirda yuqori potok turibdi. Bu yoqda Hikvision radari ham bor. Qani deteksiya bo'yicha qancha masofada aniqlar ekan. Lekin hozir mashina ko'pligi uchun chota nimagadir Hikvision 200 metr. Yo'q, yomon emas, 200 metr. Sababi biz уже anaqaga chiqqanimizdan aynan ko'rinar nuqtaga chiqqanimizdan bizga ogohlantirishni boshladi. Hop, ko'ramiz, bu yoqda ehtiyot bo'lish kerak, piyodalarga albatta yo'l berish kerak. Birinchi navbatda jarima tushmasligi uchun, ikkinchisi esa piyodalarning xavfsizligi uchun. Eslatib o'taman, hozir chap qo'limizda Hikvision keladi. Xo'p, ko'rganingizdek, kameradan o'tildi. Kamera 60, svetofor nazorati 200 metr, skat. Xullas do'stlar, ko'rganingizdek, ovozni o'chirib qo'yamiz vaqtinchalik. Ko'rganingizdek, mana radarni 200 metrdan deteksiya bo'yicha, baza bo'yicha piyodalar yo'lagi deb ham ogohlantirdi. Shunchaki juda ham ajoyib. Bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Qadrli do'stlar, qarang, yana bizning bitta qiziqarli bo'lgan radarimiz, ya'ni Megacam radari. Qani shu radarga qanaqa o'zini ko'rsatar ekan. Ko'rdingiz, piyodalarga yo'l berdik. Hammamiz bir xamlikda mana burilganimizdan Megacam deb radarni aniqlab berdi va signallari kuchayib bormoqda. Ko'rdingiz-a? Ishlashlari juda ham ajoyib. Hozir endi biz svetofor to'xtab qoldik. Svetofordan o'tib yana ko'rsataman sizga. Mana metrajlarni ham ogohlantirib beryapti. 600, 400, 200 metr deb ogohlantiryapti. Xo'p, biz davom etamiz. Ko'rib turganingizdek Megacam radarini aniqlab turibdi. Oldimizda turibdi. 60 ga qo'yilgan. Yo'lning o'rtasiga o'rnatilgan. Mana chap qo'lda turibdi. O'rtada turibdi mana. Kameradan o'tildi. Xullas do'stlar, hozircha shunaqa gaplar.